Achchiq qalampirni iste'mol qiladiganlar odatda achchiq narsalarni yaxshi ko'rishadi. Achchiq qalampir nafaqat pazandalikda, balki shifobaxsh maqsadda ham ishlatiladi. Qalampirning efir moylari va boshqa tarkibiy qismlari organizmga ijobiy ta'sir qilib, katta foyda beradi. Qalampir tarkibida vitaminlar va mikroelementlar bor. Bu nafaqat yetishmayotgan vitaminlar o'rnini to'ldirishga, shuningdek turli kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beradi. Qalampir tarkibida ko'p bo'lgan C va P vitaminlari immun tizimi, kapillyarlar, teriga ijobiy ta'sir qiladi. Achchiq qalampir quyidagi patologiyalarda, ya'ni kasalliklarda qo'llaniladi. Uyqu buzilishi, immunitetning tushib ketishi, ishtahaning yomonligi, bosh terisi muammolarida, soch to'kilishida, shamollash kasalliklarida, artroz, artrit, ilik to'qimasi yallig'lanishida, radikulitda, qarish jarayonlariga qarshi turadi, organizm hujayralarini tiklashga yordam beradi. Bu ro'yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin. Xalq tabobatida ko'p muolajalarda qalampir ishlatilishi bejiz emas. Bu haqda albatta kelgusi videolarimizda yana batafsil ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Siz esa kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videolar ostida o'z izohlaringizni yozib qoldiring.